Hurmatli talabalar, men Xalqaro tibbiyot instituti gistologiya, sitologiya va embriologiya kafedrasi assistenti, tibbiyot fanlari nomzodi Qodirov Oybek O'ktamog'li bo'laman. Bugungi mavzumiz mikrosirkulyatsion havzasi tomirlari va arteriyalar hisoblanadi. Bugungi mavzumizda ko'rib chiqadigan savollar: yurak qon tomir tizimining taraqqiyoti, arteriyalar devorining tuzilishi, venalar devorining tuzilishi, mikrosirkulyator oqim, yurak devorining tuzilishi, limfa tomirlarining tuzilishi, arteriovenulyar anastomozlar hisoblanadi. Arteriya va venalar devorining tuzilishi. Ushbu rasmimizda kichik arteriya va kichik vena tomirlarining ko'ndalang va uzunasiga kesimining mikroskopik ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunda intima qavatni, endoteliy osti, kichik elastik membrana va media qavatni, tashqi elastik membrana, adventitsiyalar va tomirlarning tomirchalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu rasmimizda arteriya va venalarning ko'ndalang kesimi mikroskopik ko'rinishi bo'yalish gematoksidin, eozin bo'yog'i yordamida amalga oshirilgan. Asosiy qon tomirlar turlarining o'lchamlari, asosiy belgilari va muhim vazifalari. Arteriya tiplari: elastik tipdagi arteriyalar, mushak tipdagi arteriyalar, mayda arteriyalarga bo'linadi. Ularning diametrlari 10 mm dan kichik, 11 mm oralig'i, 1 va 0.1 mm oralig'ida iborat bo'ladi. Va intima pardasi: elastik tipdagi arteriyalarda endoteliy, subendotelий, elastik to'rlar chekali mavjud bo'ladi. Intima pardasi mushak tipdagi arteriyalarda endoteliy osti, silliq mushak hujayralari va ichki elastik membranalar mavjud bo'ladi. Va mayda arteriyalarning intima pardasida endoteliy, biriktiruvchi to'qima, silliq mushak hujayralari mavjud bo'ladi. Media pardasida esa elastik tipdagi arteriyalarda darchali elastik membranalar, oz miqdorda silliq mushak hujayralari mavjud bo'ladi. Mushak tipdagi arteriyalarda media pardada spiral yo'nalgan silliq mushak hujayralari farqlanadi. Mayda arteriyalarda media pardada uch o'ng qavat silliq mushak hujayralari mavjud bo'ladi. Hurmatli talabalar, tashqi pardada elastik tipdagi arteriyalar siyrak to'rada shakllanmagan biriktiruvchi to'qima tomirlari ko'rinadi. Mushak tipdagi arteriyalarga tashqi pardada siyrak to'rada shakllanmagan biriktiruvchi to'qima tomirlarining tomirchalari ko'rinadi. Va mayda arteriyalarda tashqi pardada siyrak to'rada shakllanmagan biriktiruvchi to'qima tomirlarining tomirchalari yo'qligi bilan ajralib turadi. Qon aylanish tizimidagi ahamiyati: elastik tipdagi arteriyalar tarkibida elastik elementlari ko'p bo'lishi, yurak sistolasi paytida uni cho'zilishini ta'minlashi bilan ajralib turadi. Mushak tipdagi arteriyalarda ko'p miqdorda silliq mushak hujayralarining bo'lishi a'zolarni qon bilan to'liq ta'minlashga yordam beradi, qonni arteriolalarga o'tishini ta'minlaydi. Mayda arteriyalar, demak, qonni arteriyalarga o'tkazadi, mushaklarning qisqarishi va bo'shashishini hisobga shunaqa holat ro'y beradi. Hurmatli talabalar, asosiy qon tomirlar turlarining o'lchamlari, asosiy belgilari va muhim vazifalari bilan tanishib o'tamiz. Bularga arteriolalar, kapillyarlar,
va venalar kiradi. Arteriolalar 10-100 mikrometrni, kapillyarlar 4 dan 10 mikrometrgacha, venulalar esa 10 dan 100 mikrometrgacha bo'lgan o'lchamlarni tashkil etadi. Arteriolalarda endoteliy, biriktiruvchi to'qim va ichki elastik membrana rivojlangan bo'ladi. Kapillyarlarda esa faqatgina endoteliy mavjud bo'ladi. Venulalarda esa endoteliy bo'lib klapanlari yo'q bo'ladi. Bu klapanlarning yo'q bo'lishi bilan venalardan ajralib turadi. Birinchi va 3-qavat silliq mushak hujayralari mavjud bo'ladi arteriolalarda. Faqat perisitlar mavjud bo'ladi kapillyarlarda. Tarqoq joylashgan silliq mushak hujayralari bo'ladi. Bular venulalarda. Arteriolalarda yupqa siyrak to'lali shakllanmagan biriktiruvchi to'qima mavjud bo'lsa, bu to'qima na kapillyarlarda, na venulalarda bo'lmaydi. Kapillyarlarga o'tadigan qonni boshqaradi, sistolik va qon bosimini aniqlovchi asosiy faktor hisoblanadi bu arteriolalar. Kapillyarlar moddalar almashinuvi jarayonida hujayralarda diffuz yo'l bilan amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Venulalar esa kapillyarlardan kelib quyiladi va leykositlar qon tomiridan biriktiruvchi to'qima bilan ajralib chiqadi. Elastik tipdagi arteriyalar. Bular yirik arteriyalarning devorida elastik elementlar ko'plab uchrab, yurak sistolasi paytida tomirlarning devori kengayishini ta'minlaydi. Mediada juda ko'plab darchali elastik membranalarni ko'rish mumkin. Shunday tuzilgan hisobiga sistola paytida tomirlarning devori kengayib, bosim pasayadi, diastolada orqaga qaytadi. Intima pardasida burmalar mavjud bo'lib, adventitsiya pardalarida zich shakllanmagan biriktiruvchi to'qima sust rivojlangan bo'ladi. Mushak tipdagi arteriyalar. Arteriyalar yurakdan uzoqlashgan sari ularning devorida elastik tolalar kamayib, mushak elementlari ortib boradi. Suratdagi mushak tipidagi arteriyalarning ko'ndalang kesimida intimasida burmalar, uning ustida endoteliy hujayralari, biriktiruvchi to'qima, subendoteliy va ichki elastik membranadan iboratligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mushak pardasida elastik membranalari kam, silliq mushak ko'p, tomirlarning tomirchalari adventitsiyadan uchraydi. Tomirlarning tomirchalari. Xo'p, yirik qon tomirlarining adventitsiya pardasida ko'pincha qo'shimcha qon tomirlar mavjud bo'lib, qon bilan ta'minlanishi, kislorod molekulasi va oziq moddalarni yetib borishi qiyin bo'lgan yerlarga shu tomirlar orqali amalga oshiriladi. Ushbu arteriyalar, kapillyarlar va venulalar tomirlarning tomirchalarini hosil qiladi. Yirik arteriyalarning adventitsiyasida simpatik nerv tolalari uchrab, tomirlarning devorlarini qisqarishi yoki bo'shashishini boshqarib boradi. Mikrosirkulyator oqimning tarkibi. Ko'rishimiz mumkin. Arteriya, bunda kapillyarlar, venoz bo'lim, endoteliy, o'tish yo'li, postkapillyar venula, prekapillyar bo'shashish, sfinkterlarning bo'shashgandagi holati, arteriolalar, metaarteriolalar, silliq mushak hujayralari hamda endoteliy qavatlari ko'rsatib qo'yilgan. Bu B rasmda esa sfinkterlarning qisqargan holatida qonni kapillyarlardan o'tishi ko'rinadi. Mikrosirkulyator oqim. Bu mikrosirkulyator oqim arteriolalar, kapillyarlar va venulalardan tashkil topgan bo'ladi. Bular deyarli barcha a'zolarda uchraydi. Atrofdagi
to'qima suyuqligi va qon orasida modda almashinuvi kechadi. 5-20 rasmlarda ko'rsatganimdek, tasvirlar hamma hujayralar aro modda kapillyarlarga yoki venullarga quyilavermaydi. Ularning ortiqchasi limfa suyuqligi deb atalib, devori yupqa endotelidan bazal membranasi yo'q bo'lgan, atrofdagi biriktiruvchi to'qima bilan qo'shib ketgan limfa tomirlariga yig'iladi. Arteriolalar. Arteriollarning ichki pardasi intim bo'lib, faqat endotelidan iborat bo'lib, hujayralarning yadrosi oval shaklida bo'ladi. Ularning o'rta pardasi media deyilib, 1 va 2 qavat silliq mushak hujayralardan iborat bo'ladi. Ular odatda birmuncha yupqa adventitsiyal oldida ilg'ab olish qiyin bo'ladi. Bo'yalishi 3 karrali masson bo'yog'i bilan amalga oshirilgan. Suratda 3 xil razmerdagi arteriolalar, kapillyarlar berilgan. Suratda katta charvi arteriyasi berilgan bo'lib, bu yerda uning ko'ndalang kesimi ko'rilyapti. Strelka bilan belgilangan bunda 1 yoki 2 qavat ko'ndalang yo'nalgan silliq mushak tomirlari berilgan. Tashqi pardasi adventitsiyal atrofdagi biriktiruvchi to'qima bilan birlashib ketgan bo'ladi. Kapillyarlarning tiplari. Kapillyarlar ko'rishimiz mumkin 3 xil tipdagi kapillyarlarni: somatik kapillyarlar, fenestrlangan kapillyarlar hamda sinusoid tipdagi kapillyarlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Biz hali bu kapillyarlarning bunday nomlanishi, ularning har birining o'ziga xos vazifasi, ularning devorlarining o'ziga xos tuzilishlari haqida to'xtalib o'tamiz. Kapillyarlar devoridagi perisitlar. Kapillyarlar ingichka naycha shaklida bo'lib, endoteliy bilan qoplangan, qon bilan to'qimalar aro suyuqlik hisobiga molekulyar darajada modda almashinuvi bo'ladi. Kapillyarlarning atrofida odatda qisqarish qobiliyatiga ega perisitlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ular turli xil vazifalarni bajaradi. Endotelining devori yupqa tariflashgan bo'lib, yadrosi biroz bo'rtib chiqqan bo'ladi. A rasmda gemotoksilin yozim bilan bo'yalgan, charmdan tayyorlangan preparat hisoblanadi. B rasm kapillyarlarning ko'ndalang kesimida elektron mikrofotografiyada ko'rganimizda ingichka kapillyarlarning devoridagi endoteliy aniqlanadi. Kapillyarlarning ichki yuzasida endoteliy hujayralari bazal membranada joylashgan bo'lib, atrofdagi to'qima va a'zolarning biriktiruvchi to'qimasi bilan zich birlashib ketgan bo'ladi. Kapillyarlarning tuzilishi. Xo'sh, mazkur rasmda uzluksiz kapillyarlar devoridan u yoki bu molekulalarning o'tishi yoki o'tmasligini qattiq nazoratga oladi. Elektron mikroskopda kapillyarlarning uzluksizligi ko'rinib turadi. Endoteliy hujayralarning yadrosi ko'rinib turadi va zich bo'ladi. Hujayralar bir-biri bilan zich kontaktlashgan, ya'ni aloqada bo'ladi. Ko'plab trans hujayralar, vezikulalar mavjud bo'ladi. Uzluksiz endoteliydan modda hujayralarning ichiga diffuzion tarzda o'tadi. Kapillyarlarning devorida bazal laminalar va perisit hujayralari uchraydi. Perivaskulyar bo'shliqda kollagen tomirlari va hujayralar aro modda uchraydi. Sinusoid tipdagi kapillyarlar. Sinusoid tipdagi kapillyarlar bular odatda ularning diametri katta, boshqalarnikiga nisbatan maksimal darajada molekulyar modda almashinuviga ixtisoslashgan bo'ladi. Bu tomirlarning devoridan qonning shakilli elementlari oson o'tadi. Suyak ko'migidan tayyorlangan preparatda bu sinusoid tipdagi kapillyarlar atrofida adipozitlar va qon hujayralari joylashgan bo'ladi. Ularning devori bazal membranasi uzlukliligi bilan ajralib turadi. Bunda qonga yoki qondan qonning shakilli elementlari o'tishi oson bo'lishi uchun sinusoid tipdagi kapillyarlar
tashkil topgan bo'ladi. Ularning bazal membranasi esa uzlukliligi bilan ajralib turadi. Fenestrlangan tipdagi kapillyarlar esa ularning bazal membranasi uzluksiz bo'lib, endoteliyasi esa ilma teshiklar mavjud bo'ladi. Bu esa moddalarning o'tishida muhim rol o'ynaydi. Bular asosan aytishimiz mumkinki, fenestrlangan tipdagi kapillyarlar asosan buyrakda va ichaklar devorida juda ko'p bo'ladi. Arteriovenos shuntlardagi mikrotomlarning portal tizimi bilan taqqoslash. Ko'pchilik kapillyarlar arteriola va venulalar orasida joylashib, ba'zi a'zolarda, jumladan kapillyarlar ikkita arteriola orasida uchraydi. A'zoning bajaradigan vazifasi sharoitlardan kelib chiqqan holda arteriovenos shuntlar yoki anastanozlar joylashib, qon kapillyarlariga aylanib o'tib, arteriolalardan to'g'ridan-to'g'ri venulalarga quyiladi. Venos portal tizim ikkita venos qon tomirlar orasida joylashib, kapillyarlar chegarali ikkita vena orasida kuzatiladi. Jigar gipofizining oldingi bo'lagida shunday qon tomirlar bo'lib, bular orqali yuqori molekulali konsentratsiyasi baland mahsulotlar yetkaziladi. Bunday ajoyib tur yana buyraklarda ham uchraydi. Venalar. Vena odatda shu nomdagi arteriyalar bilan birgalikda joylashadi. Venalar devorining tuzilishi o'lchami bilan kichik, o'rta va yirik kalibrdagi venalarga ajratiladi. Uncha katta bo'lmagan venalarning mikrofotografiyasida mushak tipdagi arteriyaga nisbatan bo'shligi keng. Arteriyalarning mushak va adventitsiya rivojlangan bo'ladi. Venaning devori bir muncha yupqa, 2 va 3 qator silliq mushaklardan tuzilgan bo'ladi. Asosiy qon tomirlar turlarining o'lchamlari, asosiy belgilari va muhim vazifalari ko'rsatilgan. Mayda kalibrdagi venalar, o'rta kalibrdagi venalar va yirik kalibrdagi venalarning o'lchamlari. Mayda kalibrdagi venalarning o'lchamlari 0.1 dan 1 mm gacha. O'rta kalibrdagi venalarning o'lchamlari 1 dan 10 mm gacha. Yirik kalibrdagi venalar esa 10 mm dan katta bo'lgan o'lchamlarni namoyon etadi. Ularning devorining qavatlari tuzilishi va tashqi qavatining tuzilishlarida ham bir muncha farqlar mavjud bo'ladi. Yurakning kichik va katta qon aylanish doirasi. Katta va kichik qon aylanish doirasi tarkibi yurak, arteriya, vena, mikrosirkulyator oqim kiradi. Kichik qon aylanish doirasi orqali yurakning o'ng tarafi qonni o'pka arteriyalari orqali haydaydi. Chap tarafi orqali qon yurakka qaytadi. Odamning tanasi tinch holatda turganda o'rtacha 10% qonning katta qon aylanish doirasi orqali, 1% kichik qon aylanish doirasi orqali esa 12% yurak orqali amalga oshiriladi. Venulalar. Ko'pgina venulalar kapillyarlar va venalar orasida joylashgan bo'ladi. Arteriolalar bilan solishtirilganda postkapillyar venulalarning bo'shlig'i keng, intimada endoteliy hujayralari, bazal perisitlar uchraydi. Venulalarning devori arteriolalarnikiga nisbatan keng, devorida endoteliy perisit va silliq mushak hujayralari uchraydi. Mushak tipidagi venulalarning biriktiruvchi to'qima elementlari va silliq mushak elementlari yaxshi rivojlangan bo'lib, intimasi yupqa endoteliyadan iborat bo'ladi. Adventitsiyasi yaqqol ajralib turadi. Arteriolalarning devori venulalarnikiga qaraganda nisbatan kengroq bo'ladi. Oq qon tanachalariga 12 izoh berilganda qonda sirkulyatsiya bo'layotgan leykositlar, postkapillyarlar, venulalar orqali to'qimalarning suyuqligi tushadi. Bu yerda ular funksional faol bo'ladi. Yallig'lanish va infeksion jarayonlarda qatnashadi. Limfa kapillyarlari. Gidrostatik bosim natijasida qonning tarkibidan chiqqan plazma har doim ham
osmotik bosim natijasida qonga kelib qaytavermaydi. Shu paytda limfa tomiriga tushadi. Mikrofotografiyada ko'rinib turibdiki, limfa kapillyarlari limfa suyuqligi bilan to'lgan. Limfa kapillyarlarining bir uchi bet bo'ladi. Endoteliy bilan qoplanib, diametri o'zgaruvchan bo'ladi. Bu yerda tasvirlanganda limfa oqsillarga juda boy bo'ladi. Berilgan sxemada limfa tomirlari, endoteliy va teshikchalari haqida keraklicha ma'lumot berilgan. Endoteliosidlar orasidagi yorug' elastik oqsili yordamida bog'lanib turadi. To'qima suyuqligi shu teshikchalar orqali o'tadi. Endoteliydagi bo'kilmalar limfa suyuqligini to'qimalar aro suyuqlikka qaytib o'tib ketishiga qarshilik qiladi. Limfa kapillyarlarining devoridagi endoteliy hujayralari kapillyarlarnikiga nisbatan yirikroq bo'ladi. U turli xil yo'nalishdagi kollagen tolalaridan iborat. Klapanlarning yuzasi endoteliy bilan qoplangan. U antitrombiotik ta'sir qiladi. Hurmatli talabalar, epikard perikardining visseral varag'i. Yurakning tashqi devori epikardda toj tomirlarni saqlash joyi bo'lib, yog' to'qimasi ham uchraydi. Yurak Epikard perikardining visseral varag'i. Hurmatli talabalar, yurakning tashqi devori epikardda toj tomirlarni saqlash joyi bo'lib, yog' to'qimasi ham uchraydi. Yurak bo'lmachasining kesmasida miokard va epikard berilgan. Epikard siyrak to'lali biriktiruvchi to'qimadan iborat bo'lib, vegetativ nervlar va ba'zi joylarda yog' hujayralarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Epikard perikardning visseral varag'i hisoblanib, mezoteliy bilan qoplangan bo'ladi. Mezoteliyning hujayralari o'zidan suyuqlik ishlab chiqarib, ishqalanishni kamaytirishga yordam beradi. Hurmatli talabalar, e'tiboringiz uchun rahmat.